Bu videoda biz Minecraft, lekin daraja oshgani sari jonlarimiz ham ko'payib boradi challenge-ni olamiz. Tushunishinglar bo'yicha bizning har bitta to'plagan jonimizga Minecraft bizga bittadan jon berib boradi. Qani ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling, biz esa videoni boshlaymiz. Xo'p, korоче bolalar, mana shu yerda bitta jonni qaranglar, jon bittagina. Yarimta ham desa bo'ladi, bittagina emas. Yarimta jon, o'sha bilan biz bugun tirik qolishimiz kerak. Xo'p, bugun tirik qolamiz ham bilmadim. Lekin ko'proq jonga olib borishga harakat qilaman. Do'stlar, shuncha mehnat uchun albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p, davay mana bu daraxtlarni chopib olamiz. 6 ta yetadi menimcha. Qo'limizga kitob berib qo'ygan bitta. Bilmadim bu qanaqa kitob. Ekan kitob. Toshlarni chopib olishimiz kerak bitincha. Ko'mir chiqsa zo'r bo'lardi. Chunki undan ham ochkolar beradi. Aytaman, bu jonni ko'paytiradigan ochkolar beradi. Bizda har bitta ochko uchun bitta jon ko'payadi adashmasam. Bitta jon ko'payadi. Bizda birinchi yarimta jon, o'shaning uchun hozir sekinroq sakrab yurish kerak. Chunki deganda hozir bitta sakrab yoki bitta blokdan tushib ketsam bo'ldi. O'ylamanda shunda. O'shaning uchun sekinroq sakrab yurish kerak. Mana bo'ri bor ekan, bo'rini urmaymiz. O'zi jon kam. Nimaga yana bo'rini uramiz? Xo'p, mana bu boltani yasaymiz. Yasab olganimizdan so'ng kirkani buzib, qo'y qani mana yerda ekan. Mana shu qo'yni o'ldiramiz. Qo'y baribir qaytarib urmaydi-yu, to'g'rimi? Ochko berdi. Qo'ydan ochko berdi. Mana bu kerak narsalarni hozir ichimizga solib turamiz. Kerak emas chunki hozir bizga o'shuning uchun ana yerda cho'chqa bor ekan. Cho'chqani go'shti harom, lekin bizga cho'chqani go'shti emas, bizga cho'chqani ochkosi kerak. Nimada, ya'ni jon ko'paytiradigan ikkita cho'chqa. Normalniy. Hop, buni o'ldirib olamiz. Nega tegmayapti? Birinchisini o'ldirdik. Endi ikkinchisini ayasa bo'lsa ham nimalarga deymiz. Hop, birinchisiga ozgina qoldi. Mana shuni o'ldirsam bo'ldimi? Bola endi kechirasan. Sen haromsan biz uchun. Buni ochko ham bermadi. O'shaning uchun men molni o'ldirib, birinchi ochkoyimizni olamiz. Birinchi ochkomiz, bitta jon to'ldimi? Do'stlar, mayli endi. O'shanday mod ekan. Mana yerda yana cho'chqalar bor ekan. Biz urganni o'chirishimiz kerak. 1.5 ga boryapti o'sha bitta cho'chqada. O'sha ikkinchisida 2 bo'lsa kerak. Xo'pda aytaylik. Qancha beradi? 1.5 dan oshdi pichi. Ozgina bo'lsa ham biz uy qurishimiz kerak hozir. Daraxtlarni yaxshilab chopib olamiz. Shunday kerak bo'ladi. Mana yerda pushti daraxtlar ham bor ekan. Pushti daraxtlar bo'lmaydi. Pushti rangimizda o'g'il bo'lamiz endi shuni. Xo'p, men qo'ydan ham ochko bersa kerak menimcha. Da beradi ham jun, mayda kechasi uxlash uchun juda ham yaxshi bo'ladi. Xo'p, davay mana buni o'ldiramiz. Nechta beradi? 1-2 bo'ladimi? 2 bo'ldi. Normalniy do'st. Ikkita jonimiz bor endi. Biz ikkita jon bilan nima qilamiz endi? Hech narsa qila olmaymiz, to'g'rimi? Hech narsa qila olmaymiz. O'sha jozima qo'ylarni yaxshilab o'ldirib olib, takoy qilib, jonlarni ko'paytirib olsa, yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin do'stlar. Albatta biz 100 ta bo'lishimiz kerak do'stlar. Bitta molni o'ldirganimni o'sha 2.5 dan oshib ketdi-ku. 2.5 dan oshib ketdi, to'g'ri aytdim. Jota ovqatlar ko'p ekan. Bular o'sha hozir agar bularni o'ldirishni davom etadigan bo'lsam, bitta o'ldirib qo'yay. 3 bo'lsin. Va 3-jon bilan tabriklaylar. 3-jon va to'ldi. Xo'p, endi men bu yerdan uy qurishim uchun bizga ko'proq tosh kerak bo'ladi. Ana yerda shaxta bor ekan, kakras. Shaxtaga borib toshlarni olaveramiz. Toshlarni yaxshilab chopib olsak, yaxshi bo'ladi. Uy qurish uchun ko'proq tosh kerak bo'ladi. Ko'mir chiqdi bolalar, ko'mir chiqdi. Yaxshi, ko'mirdan ham ochkolar beradi. Sizlar bilasizlar, mana. Lekin kamroq ochko beryapti. Yana ko'mir bormi? Yaxshi, ko'mirlar bor ekan, ko'p ekan bu yerda ko'mir. Yaxshi, ham ko'mir olamiz, ham bu yerda ochko ham beradi. Mana qaranglar. O'shanday ochkolar beraveradi. O'sha ochkolarni olib, biz o'zimizga 4 ta jon qo'yishimiz kerak. Davay, 4 ta bo'ldi, davay. 4 ta bo'ldi. Normalniy do'stlar.
Yana ko'mirlar chiqyapti bolalar. Cho'ta biza uje hozirda o'zida video tugatib olsa kerak, chunki deganda jonlarni ko'paytirib takoyan. Bolalar, lekin video ko'proq bo'ladi. Chunki sarguzashtlar qilamiz bugun. Nu temirlargacha topamiz bugun, xudo xolasa. Xo'p. Mana bu yerda ham ko'mir bor ekan, olamiz. Aka 5-darajaga ozgina qoldi. 5-darajaga. Bo'ldi, endi bizga tosh kerak emas. Biz toshni olib bo'ldik. Endi bu yerda buzib, tepaga chiqib, endi bizga daraxt kerak bo'ldi. Daraxt qayerdan topaman endi? Tepamizda bor-ku daraxt. Bo'ldi. Qanday rang bo'lsa ham daraxt kerak bizga.